Salom hammaga bolalar. Bugun sizlar bilan Minecraft o'ynab ko'ramiz. Bugungi videoda bugun Minecraft o'ynaymiz bolalar. Qani rekka chiqadimi? Bu videoda cheatni yoqib qo'yganman. Cheat bilan 3 marta foydalanish mumkin. Olmos olish yo'q, mumkin emas. Cheat bilan. Hozir 1 minut. Что за лавалар? Bo'ldi. To'xtanglar, men shu yerga almashtirib qo'yay. Sizlarga ko'rinadi. Bunisi qaysi edi? Mana. Mana, shunday. Bunisini ham shunday. Bunisini ham bu turadi. Ana böyle. Ana endi ko'rinyapti, yaxshiroq. Bolalar like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Like bosinglar, bu hammaga ko'rinadi-da. Shunga. Like ko'proq qilinglar, yana rekka chiqadi. Shu 1000 ta odam ko'rsa edi, yaxshi bo'lardi-da. Men xursand bo'lardim. Obuna bo'lib esinglardan chiqmasin, obuna bo'lish. Mana shu yerda it bor ekan. Kallanga oyog'im. Maki. Yemay kayf qil. Suyagim yo'q edi-da, bo'lmasa o'rgatib olardim. Bolalar kommentga yozib qo'yinglar. Mana shu Robloxda ko'proq video chiqaraymi yo Minecraftdami yo PUBG'dami? O'zingizlar aytinglar. O'yin yozib qoldiringlar. Hozir maqsadimiz qishloqcha topish hozircha. Kirka bor. Hozircha ovqat ham bor. Tez olaylik. Verstak yasoldik. Maqsad bugun maqsadni nima qo'yamiz bolalar? Короче, maqsadni birinchi maqsad nima edi? Broniya yasash, almazli broniya. Chunki men kompyuterda o'ynasam yaxshiroq o'ynayman. Shunga Ender Dragon deyardim maqsad. Roblox o'ynayman, yangi akkaunt ochganman. Prosta akkauntimni kimdir o'g'irlagan eskisini. Shuncha kun yashagandim. Sizlar bilmaysizlar-da. 961 kun yashagandim. Bir o'zim. Keyin yangi akkauntimda ham o'ynab turaman. Videolar chiqarib turaman. Rivals o'ynayman yo 99 mi? 99 tali 12 kunman ko'targanim ham yo'q. Akkauntimni to'plab olsam yaxshi bo'lardi bolalar. Minecraft keyingi qismda bironasiz Verity degan yangi chiqdi-da. Shunaqa server yangi chiqdi. O'shanaqadan o'ynab ko'raman. Qishloq
qayerda bor endi? Hozircha qishloq topish kerak. Voy jonim ketdi. Bunlar şu 50 ta obunachi bo'laylik. Robloxdan stream qilaman. 50 taga obunaching 50 ta bo'lsa, keyin stream qila olasan deyapti-da YouTube. Shunga stream qilamiz bo'la. Birgalikda Roblox o'ynaymiz. Kalmar o'ynaymizmi? Qaniydi mening aktiv bo'lib ketsam edi. Streamga ko'p odam kirardi-da. O'zim shu akkauntimning ismini PUBG Massive Play o'rniga qo'ysam bo'lar ekan. Ko'p o'yinlarni o'ynab qo'yaman-da shunga. Yaqinda yana stand-up o'ynaymiz. Keyin bitta horror o'yin bor, o'shani o'ynayman. Kontram o'ynaymiz. Ukam bilan birgalikda o'ynaymiz. Ertaga topaman deyman. Qishloqdan. Endi qachon chiqadi? Shu taraflarda qishloq bo'lsa kerak. Bitta qishloq yo'q. Biz nima edi ismi? Savanami? Ha, Savana. Savana topib bo'lsak yaxshi bo'lardi-da, chunki Savanada ko'proq qishloqcha bo'ladi. Qayiq. Sayohat qilamiz. Ketdik. Anayda. Nima u? Daraxt ekan. FPS 320 ga tushib qoldi. Video olyapman shunga. Bo'lmasa 120 bo'lib qoladi. Mana shu videoni rekka chiqaringlar, bolalar, keyin klaviatura o'ynaymiz. Bir speed keyboard escape o'yinini o'ynab ko'ramiz. Hozir yangi World kelgan, o'shanga 128 bo'lganman. Levelim o'shancha. Hech qishloqcha ham chiqmaydi. Oddiy bu ham yo'q. Ana bolachani qaranglar. Ayni zombi bolachasi. Zombi bolachasi. Kim ko'rdi endi? Yani orol. Iya, ana. Buni kim biladi? Qanday edi o'rgatib olish esimda emasda. Artefaktdan ko'rgandim. Yana bir marta eslatib o'tay, bolalar, obuna bo'lib qo'yinglar, iltimos.
Nahotki ya? Oddiy buyummi bu yer? Voy. Oddiy buyum emas ekan-ku. Hozir yana bir marta ko'raylik bu yer. Temple bormi nima? Oddiy buyum bor ekan bola. Ana shunaqa taraflarda ko'proq qishloqcha. Yaxshi bolalar. Topib oldik. Never give up bolalar. Hech qachon taslim bo'lma. Hozir mana shu yerga uxlab olaylik. Turing aka. Nima qilyapsiz bu yerda? Men uxlayman. Oy. Bir minut. Shu o'tiramiz. Keyin bu shu serverda yana uy qurishimiz kerak. Uy qurish uchun ko'proq daraxt kerak. Daraxt ko'proq chopamiz keyin. O'zimiz bilan o'g'irlab ketaylik. Hammani ishi ana shu. Faqat o'g'irlab ketadi. Galem bor ekan. Как раз kerak edi. Bu ana picham bor ekan, somonlar. Ularni ham olib ketamiz o'zimiz bilan. Non yasaymiz. Keyin porosat yog'lar. Chiqib ket. Ana. Böyle. Da temirchini uyi bo'lsaydi, sandig'ini ochardik-da. Yaxshi ekan bu. Mana shuni olib qo'ydim. Endi nima yasaymiz? Bu yerdan mana olamiz. Bitta qilich yasab olamiz. Buni inventoriga qo'yaylik. Keyin samon uchun mana bu. Bolalar keyin menga deraza tashlab qo'yasizlar. Yana ana o'zimni ko'rsatsam, Robloxdan video chiqarsam. Ana bu yerda nima bor ekan? Temirchini uymi? Assalomu alaykum. Qandaysiz? Qanday? Ishni bu yerda-chi? Ay canım ketdi. Mana shu taraflarda yana somon yo'qmi? Picham. Bitta ekanda bu yerda. Bu qishloqni qaranglar. Shu yerga ham kirasanmi? Molmisan nima? Bir ishga qalaysan. Mana shunaqa qilsa keyin chiqadi bular. Senga naborib yordam berdim men. Savollaringiz yaxshimi? Yaxshi ishlayapsizmi? Charchamasdan? Qochmayman, sizga nima qildim? Hozir Galem qayerda edi? To'xtanglar. Mana shu temirchini uyi edimi? Mana nihoyat. Topoldik. Baloyam yo'q ekan.
Hop. Hemen Bronya'nı alalım. O'zicha bo'lib turadi bizga. İşini yo'qmi? Men chiqyapman. Ruxsati yo'q ekan aka. Tegib ketdi. Non yasaymiz, non. Qayerda verstak bor? Mana shu yerda bor. Yo'q. O'zimizda bor ekan. Mana bu qanday yasaylar? Bu yerda somon boradimi yana? Ha, yo'q, tugabdi. Mana mana ikkalasi bittamasi mana bilan. Ha, yo'q, qisilmas ekan. Esindi. Hozir yangisini yasaymiz. Yana galen qayerda edi galen? Qayerda ketdi? Tepada yuribdi, adashmasam. Tepada ham yo'q. Hozir bor edi-yu. Yemaras. Qayerga ketdi? Qanday qilib? Ha, xo'p, temir kerak edi. Taraflarda yo'qmi? Yaxshilab qidiraylikchi. Baribir ham yo'q ekan. Bu kakras. O'g'irlab ketamiz. Kechqurun hech nimani ko'rmaydi, ko'r. Ko'rga o'xshab. Bu yerda ham bor ekan. Kimni uyi bo'lsa rahmat. Xo'p, mana. Sizlarga mana shuni tashlab ketaman, kayf qilib. Xo'p do'stlar, ana endi kon topish kerak bitta. Kuchayib olamiz. Akam kuchaydi deb. Qilib qoldim. Kravatimiz bor. Ana endi konga tushib tosh, temir olamiz. Keyin olmos topishga harakat qilamiz. Minecraft tabiatini qaranglar bolalar. Ana shu yerdan tushib ketsang bo'lmaydimi sen? Ana ambulatoriyaga atmang bo'ldi. Ay, o'zim ham shunday bo'lib qolmay. Sekinlik bilan tush kerak. Xo'p. Asta tushib olamiz. Voy. Asta. Tushib oldik. Hop. Nega tez bo'lmayapti? Qorni och qo'ygan ekan. Ko'rsangiz. Shu moldek yeydi-da. Qo'l qiladi oxiriga. Kekiradi oxiriga. Ay,
Maşallah. Bana öyleydi. Üstte koyamiz. O'zimizga aslahalar yasab olamiz. Mana. Og'zi zo'r ekan. Mana. Shunaqa yoqimli. O'zini qaranglar bo'llar. Yomonam yoqyapti borib. Musullarni mana shu yerga tashlaylik-da. Ye bola, mana shu yerda kon bor ekan. Yo, what the fuck? Nima bu? Yo, what the heck? Market. Az. Şeyimiz bunu keremez. Aslahani koyuyorlar şimdi. Ana. Bu ana. Steve. Prime Steve. Bu ana. Ana uykudan turacak. Şu konga tushamiz mi bola? Nima deysiz? Men tushim kelyapti lekin. Xullas bola, mana shu yarmi bor-ku. Mana shu bilan o'tib ketdi. Nima edi? Qishloqcha topish muammosi bo'lib faqat yerda kon bor ekan. Tushundingmi bola? Qani go demasan. Zaten direkt mu? Water bucket. What are? Vay shuncha musulni olib qo'y. Shuncha musulni olib qo'yibmiz.
şeyini endi yopib qo'yaylik. Bir, iki, üç. Ya assalomu alaykum tog'a. Ya. Bir kallamga qo'yag'i. Voy. Ay. Yer vokishing ekan. Na, kayfda. Ya rahmat senga. Voy bil. O'zimizga qilish bo'lmasa bo'lmaydi. O'z bola hal qilamiz. Ana bu qancha beradi? 5x berar ekan. Kallangga. Voy jonim bittagina qoldi bola. Ozgina jonim to'lsin. Qaraylik qanday chiroyli ko'rinadi. Vuramaysan uka. Ya. Suv kesin o'shani. Canı ozgina qoldi buni. Voy, yomon uryapti-yu bu. Shu joyda olib qolmasam bo'ldi-da endi. Qani ketdik. Ketdim mana. Man qochdim. Yekkalanga. Öldü bunisi.
kellenge. Ana endi tayyorman urushga qani. Bilmi ketdi mani skelet. Ha o'lib ketdi. Bo'ldi ketibdi bola. O ana birinchi temirimiz bor endi. Mana yetgan bu. Bunisi ham Noise of Minecraft. Bittagina ham beradimi? Mana shu taraflarda sezyapman yana bitta bor. İnsofsiz Minecraft. Neyse ekan. Mis kerakmas. Hozir keladi. Bitta qo'qamiz. O temir. Как раз ama. Temir gereğiydi. İşte temirimiz böyle indi. Ön üçte temirimiz bitti. Böyle hazırca yetip duradım yana. Böyle yana olamiz. Zo'roq ketadi. Mana shu yerda ham temir bor ekan, olamiz shuni ham. Ko'ryapsizlarmi? Minecraft noinsoftda. Yeb batman bunimi. Yeb kallanga. Nima balo bu? Oltin to'pi borligi. Oltin nimaga kerak? Kellanga sana. Jonimni qaranglar, kam qilib ketadi. Shunaqa noinsobda. Yetti yana bor ekan. Geldi. Yana bor. Qancha? Enderman. Ko'zga qaramay o'tib ketamiz. Salom akajon. Qalaysiz? Yaxshiyam ko'ziga qaramoqchi. Mana shu yerda temir ko'p ekan. Yana bu yerda. Ana. Yuqorida yana bor ekan. Hammasini olamiz. Ko'mir ko'zim bilan olaman. Qani? Ko'mir bor. Ovqat masalasi hozircha yana hal. Yana bitta qishloqcha topib olsak juda ham yaxshi bo'lardi. Kallanga sana. Yarım tegine can. Qaga yo'q bo'ldi bu. Kallanga. Teleport qilib ketdi. Yo'q. Iltimos yo'q.
Ölgürdüm. Manşetten. Hayır. Geldi yaxşı. Ay, hammasi. O'z qaranglar. Bo'lsin. Tezroq tepaga chiqib olaylik. Zerikib ketdim bu yerda. Mana shu yerda fakir qo'ygandikmi? Ha, tepada. Bizga kerak emas. Mana shu taraflarda edi. Ha, bo'ldi. Voy, tushib ketdim. Qaysi taraftaydı? Mana şurada. Tepeye. Ha. Adashmayotgan bo'lsam, mana shu yerda edi. Ha, yo'q, adashibmiz. Hozir bular bilan urishish niyatim yo'q. Shunga tepaga chiqib qo'ya qolamiz. Bolalar bo'lsanglar, yana sizlardan chiqmasin. Mashinaga kirdim. Ya og'zingga soni. Hamma buları. Vallahi yana sizlarga savollar. Mana shu qisqa video qilaymi? Mana hozir bu ko'p bo'lib ketdi. 39 minut bo'lib ketdi. Mana shunaqalardan qilaymi yo qisqalarini qilaymi? O'zinglar aytinglar, kommentga yozib qo'yinglar. Mana shu mobillardan qutulib olaydi. O'zinglar deyman. Mob yok. Ye. Ben krisan karar. Ay, maraz. Ay, maraz. Öldürüp koyduk ki bolla. Hop, ben şöyle uxlab qo'yamiz. Hayron bo'ldilarda hozir qanday qilib
yana narsangiz qaytib qoldi. Chunki men keep inventory yo'qib qo'yganman-da. Kallangi sen qanday qilib chiqding bu yerga? Kallangi. Qanday qilib chiqyapti bular? Qo'ymaydi yemi. Buni qarada yana chiqib qoladi. Voy, iflos. Marazdi qarada. Tunam qoldi. Kallangi qanday qilib? Ammamni uyiga bor. Quyosh chiqyapti. Mana shu taraflarda qishloqcha bemaydi bor-ku. Вообще bemaydi hayotda. Valla. Kamera qanday qilardi? Activate cheats, always stay, keep inventory. Bizga hozir mana shu nima? Xo'p, mana shu mana front mashi mana. Xullas bolalar, bugungi videoda videoni sheergacha ko'rgan bo'lsangiz, like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Mana bugun baribir biz uddalolmadik. Keyingi videoda horror o'yin o'ynaymizmi? O'zingizlar aytib qo'yinglar. Kommentariyada yozib qo'yinglar. Fikringiz biz uchun, men uchun qiziq. Shunga men o'qiyman. Xo'pmi bolalar, yana nima o'ynay ko'proq? Qaysi o'yinlar yoqadi sizlarga o'ynaymi? O'sha o'yinni yozib qo'yinglar. Men o'ynayman o'sha o'yinni. Ko'rishguncha